quyunchilarimizni zavtragina berib, yodlik suvlarni qo'yganmiz. Barik berganman bularga ham, beda beraman. Mana endi qorinchalar to'ydi. Oldindan ochib qo'yamiz kunduzi. Shamol kirib, havo kirib o'tiradi. O'zi to'ysa mana shuna chetga chiqib yotadilar o'zlari. Maza qilib. Berakman. Qochib ketdi bitasi. Ki, quyuncha. Mana shuna shampan quloqchalarga qarab yeb ichishini berib bo'lgandan keyin men nima qilaman? Tomosha qilaman, bir ko'zdan kechirib olaman. Qanaqa yeyapti bular, apteti qanday? O'zi bularni ajratib olaman, xudo xohlasa. Sizlar ana shu nima qilib, quyonga o'rganib, qiziqib, bir mehr bersangiz, keyin o'zingiz o'rganib qolasiz. Shu bir chalg'iydi odam, juda ajoyib barakatlik quyon boqish. Buni ham o'ziga yarasha mashaqqati ozgina bor, faqat e'tibor talab qiladi, mehr talab qiladi. Xuddi juda tozalikka bular nimada tozalikni nima qiladi. Ana qo'lini ko'ryapsizmi? Qo'lini qo'qib o'tiribdi quyoncha. Qo'li faqat chirkinga tegmaslik kerak. Iloji boricha mana kul sepib qo'yaman men. Kul mikroblarni dezinfeksiyada kul eski nimadan qolganda, bu eski odamlardan, avvalgi odamlardan qolgan ota bobolarimiz o'sha kul bilan nima qilib keyin dezinfeksiyani nima bit tushmaydi, kana tushmaydi. Shunday dezinfeksiya hisoblanadi. Tabiiyda. O'sha uchun men oyoqdagilarga tandirni kulidan ham sepib qo'yaman. Tovuq boqayotgan, parranda boqayotganlarga ham shuni tavsiya qilaman. Qishin, yozin kul sepinglar ana shu ketaklar, ana shu katakchilarning ichiga. Dezinfeksiya hisoblanadi. Men o'zi parranda ham boqqanman, yozga chiqib boqaman. Shu uchun ham chorva, parranda, quyonchilik uchovini ham birdaniga yozga yana nima indovushka o'rdak olaman, indovushka. Shularni reja qilyapman bahorga tadbirkorligimni kengaytirish. Ana o'zi yana qaytib keldi, ketgan edi kir. Mana shuna bular uyga o'rgangan. Men endi bular yotadi, men ham kirib ishlarni qilib boshlayman. Xudo xohlasa yana kechki payt video qilsam, может, erta qilaman. Yangiliklardan ko'rsatib boraman.